mashina uchun. Parvozingiz yaxshi o'tsin. Aha, rahmat. Qani ketdik, qizaloqlar. Tayyormisiz? Ha, senga alohida taklif kerakmi? Meni samolyotim 4 soatdan keyin uchar ekan. Joylar qolmabdi. Rostdanmi? Nega unda vaqtli kelding? Shunchaki agar sizga yordamim kerak bo'lsa deb kelavergandim. Yaxshi qaror. Nega bunchalar paxta qo'yapsan, azizam? Lekin ertaga qiladigan ishing auksionda qatnashish bo'ladi. Hech qanday imillash bo'lmasin. London juda ajoyib. Ko'rishguncha. Bular bilan qanday birga ishlaysiz, hayronman. Angliyaga hayotimda birinchi marta boraman. Agar kutishim kerak bo'lsa, kuta qolaman. Pasportingizni ko'rsam bo'ladimi? Eng kichkina joy va hojatning yonidami? Ba'zi birlar birinchi hissiyotni buzishni bilisharkan. Seni yaxshilab dam olishing kerak. Birinchi klassni kutish zaliga bor. Ha, agar kompyuter pulini to'la olsam, shunda ham qarzlarim boshqa. Sizni hozirgina ko'tarishdi. Ko'tarishdi? Nima? Nega? Men bunday ablahlar bilan ko'p ish ko'rmayman. Lekin sen har doim ularning yonidasan. Birinchi klass? Hali birinchi klassda bo'lmaganman. Bu juda ham ajoyib. Rahmat sizga. Nima deyishimni ham bilmayman. Meni hozirgina ko'tarishdi.